Ekan uni nur berib bo'lmaydi dedi. Operatsiya qilib bo'lmaydi dedi. Keyin Hindistonga borib keldi. Hindistondan qaytarib boshladi. Darini ichib yotib qoldim. Man o'rnimdan turolmay qoldim. Kimyoterapiyani ham ko'tarolmay qoldim. Doza kuchli bo'ldi. Keyin mana shu kalsiy noyabrda boshladi, 1 yil bo'ldi. Mana Xudoga shukr, tadbirlarga qatnashib, oyoqqa turib, mana bronza. Yoshingiz nechiki? Chilmanda. Mahsulotni iste'mol qilishdan oldingi holatingizni bitta eslab bering. Yo'q, endi to'g'risi qanday desam, yotib faqat yotardim. Ishtaham yo'q edi. Keyin mana aptekada dorilar borku, davlenam chiqardi, davlenam kechasi og'riq qoldiruvchi qo'llar kuchli, yana bir turum degan qo'llar bor. Hindistondan nimaga qaytarib yuborishdi? Foydasi yo'qdimi? Yo'q, Hindistonda kimyoterapiya yozib berishdi-da, operatsiya qila olmaymiz dedi. Albatta. Natija zo'rmi? Hozirgi holatingiz? Hozirgi holatim Xudoga shukr yaxshi. Nima desin? Boshqa kasalliklarga tavsiya qilaman. Bu nimasidan, ana pulidan nima qilmasin deyman-da. Rahmat. Men avvalambor Allohga shukr, mana sog' salomat sahnaga chiqib olibsiz.